Shohrux u sevgan qizi Marjonaning qo'lini so'ramoqda. Biroq qiz hozircha cho'ntagida xemiri bo'lmagan yigitni rad qiladi. Biroq tez orada erkaklardan faqatgina u tirik qolishini bilganida tezroq bola chaqaning payiga tushishi aniq edi. Shohruxning Dursi laqabli maymunchasi ham bor edi. Bu vaqtda mamlakat prezidenti Isroildan kelayotgan xatar signallarini olganliklarini ma'lum qiladi va shu damda og'zidan qon kelib o'lib ketadi. Bu yetmaganday qolgan erkaklar bilan ham shu holat takrorlanadi. Bu butun dunyo bo'ylab sodir bo'ladi. Faqatgina ayollarga balo ham urmaydi. Ayni damda qurilmasini ishga tushirgan agent 355 uni marhumning kostyumiga solib qo'yadi. Omadi kelgan Shohrux esa butun erkaklarga kelgan balodan omon qolgandi. Derazadan qaragan yigit nimadir sodir bo'lganligini tushunadi. 8 kundan so'ng 355-maxfiy binoga kirib uskunani ishga tushiradi. Ratsiyaga hech kim javob bermaydi. Elektr toki va suv ta'minotisiz qolgan tinch aholi qo'zg'olon ko'taradi. Endilikda mamlakat boshqaruvini Samiraga topshirishadi. Agent 355-maxfiy tashkilot tomonidan jo'natilganligini va xavf sabab prezident oldiga jo'natilganligini aytadi. Biroq ular aynan nimadan qo'rqish kerakligini bilishmasdi. Yangi hukumat shaharni evakuatsiya qilish rejasini ishlab chiqa boshlaydi. 355 Samiraga qizi tirik qolgan bo'lishi mumkinligini xabar qiladi va Samira uni topishni so'raydi. Rostdan ham tirik qolgan Nafisa esa hozirda qochoqlar lagerida qo'nim topgandi. Yaqin oradagi uylarda sang'ib yurgan Shohrux esa ko'rib qolar deya Marjonasi uchun xabarlar qoldiradi. Tunga yaqin esa singli Nafisaning uyiga keladi, biroq u uyda yo'q edi. Birozdan so'ng kimdir uyga kiradi. Shohrux gitara bilan o'zini himoya qilishga urinadi, biroq ikkita zarba bilan g'ijimga aylanadi. Yaxshiyamki bu 355 edi. U uni oq uyga olib keladi va u onasi Samira bilan uchrashadi. 355 erkaklardan biri tirik qolganligidan juda hayratda ekanligini aytadi va uchuvchi dugoshlaridan buni hech kimga miq etmaslikni so'raydi va har ehtimolga qarshi xonalarni qulflab qo'yadi. Yarim tunda Shohrux Dursi maymunchasi qochib ketganligini ko'radi va uni ushlash uchun ortidan borganida to'satdan sobiq prezidentning xotini Shabnam bilan to'qnash keladi. U shu zahoti berkinadi va yetib kelgan 355 unga bu shunchaki ko'ziga ko'ringanligini aytadi. Ertasi kuni esa Shabnam ham Shohruxning tirik ekanligiga guvoh bo'ladi va buni sir saqlashga va'da beradi. 355 esa Shohrux ayollar orasida talash bo'lib ketmasligi uchun uni boshqa joyga ko'chirish kerakligini aytadi. Ular yana erkaklarning o'limiga nima sabab bo'lganligini aniqlashda yordam bera oladigan doktorni ham topishni ko'zlashgan edi. Isroilda esa prezident o'limidan so'ng hukumat unga o'tishi kerak bo'lgan Barnoni topishadi. Uning qayerda ekanligi haqidagi yangilik Oq uygacha yetib keladi. Bu esa hozirgi hukumatni ikki tarafga bo'ladi. Kimdir Samira tomonda bo'lsa, kimdir Barnoni haqli deb hisoblardi. Shohruxni hech kim ko'rmasligi uchun murdalar qopiga solib, sezdirmasdan olib ketishadi. Yanada maxfiylik uchun esa uni ikkita vertolyotda olib ketishadi. Biroq ko'p o'tmasdan kimdir vertolyotlardan birini urib tushiradi. Ertasi kuni ular shaharlardan biriga kirib, bozorchada vertolyot qismlarini granata va mototsiklga almashishadi. Shohrux olomon ichida Marjonni ko'rgandek bo'ladi va uning ortidan borarkan otxonaga kirib qoladi. U yerda esa mahalliy politsiyachilar qo'liga tushadi. Ular uning niqobini yechishgach, so'nggi sosiskaga umid qilishlari mumkinligi haqida o'ylasharkan, Shohrux jinsini o'zgartirganligini aytib qoladi. Shu damda yordamga kelgan 355-erkak ko'rmagan politsiyachilarni yer tishlatib, yagona eksponatni saqlab qoladi. Ammo ular ham bo'sh kelmasdan ularni ta'qib qilib qatorasiga paqillatib ota boshlashadi. Ular esa motoda qochib qolishadi va shu ketishda Bostongacha yetib kelishadi. U yerlik aholi Samirani yolg'onchilikda ayblashar, virusni esa uydirma deb hisoblashardi. Shu damda komendantlik soat haqida e'lon tarqatayotgan politsiyachilar o'tib ketishadi. Ular harbiy lagerni topishgach 355-Shohruxga shu yerda uni kutishini tayinlaydi. Harbiylar unga olimaning laboratoriyasi vayron bo'lganligini va genetik qayerda ekanligini hech kim bilmasligini aytishadi. Ular uning uyiga borishadi, biroq u yerdan ham topa olishmaydi. Biroq Boston ittifoqiga ishora qiluvchi yozilmalarni topishadi. U yerdan esa Xursanoyni topishadi. U hech bo'lmasa bitta erkak tirik qolganligini ko'rib juda xursand bo'ladi. Xuddi 40 yoshli qiz o'ziga er topganday. Biroq hukumat bilan ishlashni istamaydigan Xursanoy sodir bo'lgan hodisaning sababini aniqlashni istashsa, San Fransiskoga borish kerakligini aytadi. U yerda klonlashtirishda yordam beradigan uskunalar bor edi. Xursanoyning fikricha Shohruxning tirikligining o'zi hukumat nimanidir yashirayotganligiga dalil bo'lardi. 355-Samiraga genetikni topganliklari haqida xabar berish kerak edi, biroq bunday qilmaydi. Shohruxga esa telefon buzilib qolganligini aytadi va shu yerda kutishini tayinlab, yangi telefon olib kelgani ketadi. Buning o'rniga esa yozilmalarda manzili qoldirilgan uyga keladi. Ichkariga kirishi bilan esa boshqa bir ayol bilan jay darajasiga jang qilishni boshlaydi. Biroq bir-ikki shapaloqdan so'ng ikkovi ham agent ekanliklarini tezda tushunishadi. Ularning ikkovi ham ularni yonlagan
bo'lgan odamni topishni istashardi, biroq ikkinchi agent ustozi kim ekanligini esla olmas va hodisa sodir bo'lganida uni ham vazifadan chetlatganliklarini aytadi. Ko'rinishidan ularning agentligi nima sodir bo'lishini oldindan bilgan. Ortga qaytgan 355-chi Samiraga qo'ng'iroq qilganligini aytib, u San-Fransiskoga borishga ruxsat berganligini ta'kidlaydi. Bu vaqtda unga vertolyotlardan biri yo'q qilinganligini xabar qilishadi va u bunda 355-ning qo'li bor deb shubha qiladi. Ayni damda Barno ham Oq uyga qaytib keladi. Biroq ko'pchilik uni ko'rganligidan xursandga o'xshamasdi. Bostonga esa 355-ni izlab harbiylar guruhi keladi. 355 ham anoyilardan emasdi. U ortidan tushganliklarini tezda payqab, olomon orasiga singib ketadi. Ertasi kuni Xursanoy 355-ning ketidan dum tushganligini eshitib, uni tashlab ketishni taklif qiladi. Biroq Shohruh bundan bosh tortadi. U agentdan nega kechalari oyparast bo'lib qolishini so'raydi va u bu haqida aytishdan bosh tortgach, Shohruh ham fikrini o'zgartirib, uni tashlab ketishga rozi bo'ladi. Oq uyda general Samiraga uning odamlari 355-ni topganliklarini ma'lum qiladi. Uni xiyonatda ayblashayotgan edi. 355 esa sheriklari qochib ketganliklarini ko'radi. Ularni esa harbiylar ta'qib qilishardi. Ular Xursanoyni 355 deb o'ylab, original agentni ko'zdan qochirishgan edi. U o'z o'rnida ikkita askarni yer tishlatadi. Shovqinga kelgan Xursanoy so'nggi askarni ham uxlashga yotqizadi. Ertalab benzin olib mashinalardan birini o'g'irlashadi. Yo'l bo'yi ko'zi ketgan agent to'g'ri daraxtga kapot qo'yadi. Birozdan so'ng o'ziga kelgan Xursanoy Shohruh hali ham hushsiz ekanligini ko'radi. Agent esa hech qayerda yo'q edi. U yordam so'rab yo'lga chiqadi va qurollangan odamlarga duch keladi. Pentagonga qaytgan askarlar esa tirik qolgan erkak haqida so'zlab berishadi. Samira esa bu ularning ko'ziga ko'ringanligini isbotlash uchun qo'lidan kelgancha harakat qiladi va ularni ishdan chetlashtirib, erkak haqidagi gap so'zlarga chek qo'yishga qaror qiladi. Samira aholini tinchlantirish uchun ularning oldiga chiqadi va olomon orasida Marjonni ko'rib qoladi va uning ichkariga kirishiga ruxsat beradi. Marjona Shohruhning o'lganligiga ishonardi va Samira ham unga indamaydi. Aslida isyonchilar a'zosiga aylangan Marjon Pentagon va Oq uyni ichidan o'rganib chiqishni boshlaydi. Shohruh esa qandaydir uyda, oldida qandaydir qiz yotgan holda uyg'onadi. Ko'rinishidan kimdir vaqtdan unumli foydalanganga o'xshaydi. Birozdan so'ng Shohruhning taqdirini hal qilish uchun barcha yig'iladi. Aniqrog'i navbatni kelishib olmoqchi bo'lishadi. 355 va Xursanoylarni esa kamerada qamab qo'yishgan edi. Ko'p o'tmasdan Shohruhni ham ularga sherik qilishadi. 355 qochish rejasini tuza boshlaydi, biroq Shohruh bu ayollar sobiq mahbuslar ekanliklarini aytib, buni uddalay olmasligini ta'kidlaganida, agent uning shubhasini yo'qqa chiqarish uchun qanchalik ustasi farang ekanligini unda isbotlab ko'rsatib beradi. Ularning oldiga kirgan ayol hech kim ularni o'ldirmoqchi emasligini aytadi. Ularga hatto ko'chaga chiqib aylanib yurishlariga ham ruxsat berishadi. Nodira 355dan yonidagi matoh nima ekanligini so'raydi, biroq u bunga javob bermaydi. Pentagonda esa Barno va general to'ntarish o'tkazishni reja qilishadi. Samirani boshxonaga chaqirib unga Shohruhning suratini ko'rsatishadi va askarlar uning aynan o'sha erkak ekanligini tasdiqlashadi. U esa buni insoniyatning qirilib ketish xavfini oldini olish uchun yashirishga majbur bo'lganligini aytadi. Biroq unga endi ishonmaydigan odamlar uning iste'foga chiqishini talab qilishadi. Kutilmaganda Pentagon podvalida portlash sodir bo'ladi. General odamlarga bunkerga borishni buyuradi, biroq muammo shunda ediki, bunkerga olib boradigan yo'l portlash sabab ochilgan tunnel oldidan o'tardi. Ular shu zahoti isyonchilar qo'liga tushishadi. Samira ular orasidagi Marjonni tanib qoladi. Ularni boshxonaga qaytarishadi. Isyonchilar prezidentdan askarlarga hammasi joyidaligini aytishni talab qilishadi, biroq u qo'lga tushganliklarini aytadi va shu zahoti shapaloq shovladan tatib ko'radi. Qayerdaliklari fosh bo'lgan isyonchilar u yerdan ketisharkan, barcha hujjatlarga o't qo'yishadi. Askarlar esa ventilyatsiyaga ko'zni yoshlantiruvchi gaz qo'yib yuborib, binoga bostirib kirishadi. Otishma boshlanadi va to's to'polondan foydalangan Marjon Samirani olib qochadi. U esa Shohruhning tirik qolganligini aytadi. 355 esa o'tkazgan mashg'ulotlarni asta-sekin eslashni boshlaydi. U bundan qanchalik qiynalmasin, o'qituvchisi davom ettirishni buyurardi. Bu holatga ortiq chidolmagan agent esa uskunasini sindirib tashlaydi. Shu tunda qishloqda bayram uyushtirishadi. Shohruh Nodiraga maxfiy laboratoriya haqida gullab qo'yadi va qizga omad kulib boqadi. Ertasi kuni agent yana bir uskunani topib oladi, biroq u uniki emasdi. Mahbuslar shahriga qurollangan odamlar bostirib kirishadi. Ular yeguliklarni tortib olgani kelishgandi. Ular orasida bo'lgan Nafisa akasini ko'rib qoladi, biroq Nodira uni yaralaydi. Shohruh unga bas qilishni buyurib singlining oldiga keladi. U esa onalari o'lganligi to'g'risida xabar olganligini aytishi bilan uning guruhidagi odam Nodirani otib tashlaydi. Nafisa esa uni o'ldiradi.
Bundan so'ng u yerdan qochishadi. Nafisaning guruhi taslim bo'ladi. Mahbuslar ularning ketishlariga qo'yib berishadi. Sal turib agent aka-singillarni topadi. Shohruh onasi o'lganligini ko'tara olmaydi. Shu zayl bu mavsum sevimli guruhimiz ichida bir talay oziq-ovqat, dori-darmon va koordinatlar qoldirilgan mashinaga duch kelishlari bilan yakunlanadi. Ular buning tuzoq bo'lishi mumkinligini bilib turishsa-da, u yerda nima borligini tekshirib ko'rishga qaror qilishadi. Tamom. Do'stlar